Bir zamonlar matbuot xizmatida ishlab yurgan paytlarim ushbu bog'chaga bir kelgandim. Ushbu hududdagi bog'chaga qarab, to'g'risi odam qo'rqardi. Lekin oradan yillar o'tib va mana shu yerga Merinso O'rayma kabi tajribali bir ustoz direktor sifatida saylangach, bu yerda katta o'zgarishlar ro'y beribdi. Bularni ko'rib, odamning qalbi quvonchga to'ladi. Keling yaxshisi bugungi ko'yamizni mana shu lavhadan boshlasak. Bugungi lavhamiz mana shu haqida. Darhaqiqat bundan 7-8 yil avvalgi 40-ta'lim dargohi qayoqda-yu, hozirgi ta'lim dargohi maskani qayoqda. Avvallari ushbu dargohga kelgan inson hozirda bu yerni tanishi amri mahol. Bu ham bo'lsa tashkilot direktori Mehrixon O'raymovaning yelib yugurishi, mutasaddi tashkilotlar eshiklariga tinimsiz qatnashishi orqali bo'ldi. Bolalar maydonchasi, suhbatgohlar va zamonaviy xonalar barchasi kelajagimiz uchun, ertamiz egalari uchun, beshkapalik kichkintoy gijingtoylar uchun. Mehrixon ustozning yutuqlari bir talay, eng asosiysi esa menejerlik sertifikatini qo'lga kiritganidir. Hozirgi kunda bog'chamiz bundan 10 yil oldin ikkita guruhga bo'lib 30 ta 40 nafar o'quvchilar, tarbiyalanuvchilarni tashkil topgan edi. Hozirgi kunda prezidentimizni mana chekka qishloqdagi bog'chalarga ham e'tiborini qaratganliklari uchun yangi 2021-yilda qaytadan bog'cha qurib topshirishdi. Albatta hozirgi kunda tarbiyalanuvchilarimiz 80 nafarga yetdi. Yana bundan da ko'paytirishga harakat qilamiz. Bunda albatta bizning hokimlarimiz Bahodir aka Xoliqov, birinchi o'rinbosarlari Rahmonqulov Daniyor akalarning hissasi katta. Bizga mana hamkorliklar yordamida navislar, qishlog'imiz mahallalari homiylar yordamida qishlog'imiz bog'chamizga suv totib keltirishdi. Biz bundan albatta xodimlarimiz, pedagoglarimiz minnatdormiz. Bor kuchimizni, ishonchlarini oqlash uchun tarbiyachilarni yanada bilimli, innovatsion g'oyalar bilan tarbiyalashga o'z hissamizni qo'shib, yordam berishga bor kuchimiz bilan harakat qilamiz. Muhtaram prezidentimizga albatta katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. 18-yilda bog'chaga kelganimda, to'g'risini aytsam, bu qanaqa bog'cha ekan, bu xirmonmi ekan, albatta ko'rganimda o'zim ham qo'rqib ketganman. Keyin bor kuchim bilan bitta o'zimda qishlog'imda, shu qishloqdan bo'lganim uchun buni yana qayta qurishga harakat qilib, o'z kuchimni albatta kollektivim yordamida harakat qildik. Shu bilan prezidentimizning tashabbuslari bilan, hokim yordami bilan bog'chamiz 2021-yilda qayta qurishga dasturga tushirilib, qaytadan qurgizdik. Xudoga shukr, mana hozirgi kunda bog'chamizda 80 nafar bola tarbiyalanmoqda. O'shanga yarasha shahar bog'chalaridan qolmagan holda imkoniyatlarni yaratishga bor hissamizni qo'shyapmiz. Bu hali boshlanishi. Mana hozirgi kunda ham bog'chamizda qurilish ishlari bo'lyapti. Homiylar yordamida yana davom etyapti bu ishlarimiz. Ta'lim-tarbiya maskanida hali amon qurilish ketmoqda. Bu esa o'z navbatida kelgusida bog'chaning yanada ko'rkam bo'lishiga xizmat qiladi.